O'rtoqlar, bugun Liliki brendini rozovый, ya'ni lifting SPF bor tonalkasi, yuzga qaymoqda yotadigan pudrasi, odo bo'lib stressga tushib yig'lasangiz ham siqilib oqib tushmaydigan tush, podvodka va ham teng, ham labga pomada sifatida ishlatadigan qalamlarida tezgina makiyaj qilamiz. Ketchu. Tegidan увлажнять qilish esingizdan chiqmasin. 15 yil oldin professional kosmetika yo'q paytida mana shu Liliki brendining kosmetikalarini ishlatishardi kelinlar uchun. Hech kim makiyajim turmadi deb hech qachon jalba qilmagan. Tayyor. Endi pudraga o'tamiz. Pudra prям qaymoqqa o'xshaydi. Что-то. Lilikining menda 4 ta qalami bor qizlar. Hozir mashq qalamidan foydalanib ko'zimizni bo'yaymiz. Ana brend unda zo'r chiqadi. Bu hamyon bop akam unda uncha o'xshamaydi degan narsa yo'q. Hamma narsaga именно qanaqa podxod qilishingizga bog'liq. Voy. Mana bitta qalamni men hozir ko'zimdan teng chiqaryapman. Keyingi etap bizda fotostoyka podvodka, etap tush. Bu aytganimda yig'loq qizlarga zo'r. Aytadi-yu, nimaga oynaga qilib surasizlar deydi mana. Mana xo'ja shunaqa qilib suryapman. Voy, yana tushuntiring. Nimaman? Aniqyapti to'ba. Endi qalamdan pomada yasaymiz. Pomada surmayman, har doim qalamdan foydalanaman. Ichkari tomoniga och ro'za suryapman. Qizlar makiyajim tayyor. Zo'r amaliy tonalka qarang. Shu zo'r. Prям yuzimchi yaltiryapti. Naturalniy effekt. Свежий.